جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموما. Qur'on yodlash rejasi juda ulug' va katta rejadir. Boshqa rejalar kabi emas. Zero Qur'on yodlash ortidan keladigan foydaga kafolat bor. Shuni bilib oling. Hayotda qiladigan har bir ishning rejasi bo'lishi, shunga o'xshash boshlanishi ham, nihoyasi ham bo'lishi lozim. Rejani boshlash, qadam qo'yishga qarab bosib o'tadigan bosqichlar bo'lishi lozim. Mendan ey Fahd, boshlanishi qachon deb so'rasangiz, men sizga hozirdanoq deb aytaman. Nihoyasini esa sizning o'zingiz kalomullohni yod olishingizga qarab belgilaysiz. Bu rejadagi yo'nalishni o'zingiz belgilaysiz. Masalan, bir kunda Qur'ondan qancha ko'p yodlay olasiz? 1 bet, 2 bet, 3 bet qancha yodlay olasiz? Qancha takror qila olasiz? Buni o'zingiz belgilab olasiz. Bir haftada ustozingiz bilan necha kun o'tira olasiz? 2 kunmi, 3 kunmi? Buni ham imkoniyatingizga qarab belgilaysiz. Lekin muhimi shundaki, rejangizning boshlanishi ham, nihoyasi ham bor. Nihoyasiga kelsak, bu 1 yildan keyinmi, yoki 2 yildanmi, yoki 3 yildan keyinmi bo'ladi. Lekin rejaga asosan yursangiz juda ham go'zal bo'ladi. Ammo bugun yodlayman, yoki 1 yildanmi, 2 yildan so'ng yodlashim mumkin, yoki 10 yildan so'ng, yoki 15 yildan so'ng demang. Yo'q, men Allohning izni ila 5 yilda yodlab bo'laman deng. 5 yilni aslo ko'p sanamang. 5 yil umringiz tez o'tib ketsa, xuddi kechagina o'tgan kundek eslashingiz mumkin. Siz buni ichida bironta foydali ish qilmagan bo'lasiz. Lekin bu 5 yil Alloh taoloning kitobi bilan o'tishi tamoman o'zgacha va juda ham tez o'tib ketadi. Toqatingizga yarasha, ishlaringizga qarab Qur'on yodlash vaqti qancha bo'lishini belgilab olasiz. Va nihoyat siz go'zal va oliy rejangizga, Qur'onni yod olishga erisha olasiz. Men inshaalloh bu rejani qanday amalga oshirishni sizga tuzib beraman. Masalan, men sizga 1 yilda Qur'onni yod olish imkonini beradigan rejani yoki 2 yilda yoki 3 yilda yod olish imkonini beradigan rejani tuzib berishim mumkin. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا. Misrdagi Arab Ravoshid deb ataladigan qishloqda ko'p izlanib, Qur'onni puxta yod olgan xushovoz namunali qorini topdik. Biz hozir Misrning bir chetidagi Arab Ravoshid nomli qishloqda kalomullohni yod olgan bir qorining uyidamiz. Shu uyda Qur'on yodlatadi. Xonadon sohibi bizni hurmat bilan kutib oldi. Qur'onni yod olib namunali bo'lgandan so'ng biz hozir o'tirgan mana shu joyda boshqalarga Qur'onni yodlatish uchun hayotini bag'ishlagan. Shayx Hassonga qaraylik. Ahvolingiz qanday, Shayx Hasson? Alhamdulillah. Yaxshimi inshaalloh? Inshaalloh. Biz imtiyozli, a'lo deganimizda Qur'on hofizi hayotida namunali suratda Qur'on bilan birga bo'lganini nazarda tutamiz. Alhamdulillah. Qur'on yodlashni qanday boshladingiz? Shayx Hasson tomoshabinlarning quloqlari sizda. Qur'on yodlashni 4 yoshimda boshladim. Qur'on yodlashim uchun ajoyib qissa sabab bo'lgan edi. Qur'on yodlashimdan avval Falastinni o'qqa tutishgan davr. Men yosh bolaman, televizorni ko'rib, voqealarni tomosha qilardim. Bir kuni otamning huzuriga kelib, otamga otajon, men tushimda dushmanlarga, ya'ni Isroil davlatiga qarshi urush qilib, ularni o'ldirayotgan ekanman. Lekin qo'limda qurol yo'q ekan dedim. So'ng bu tushni 2-marta, 3-marta ko'rdim. Bu tushni otamga 3 martadan ko'proq so'zlab berganimdan so'ng otam shayxlardan biriga borib, men ko'rgan tushni hikoya qilib beribdilar. Shayx tushni ta'vil qilib, o'g'lingizga Qur'onni yodlatishingiz kerak ekan.
O'g'lingiz Qur'on hofizlaridan bo'ladi inshaalloh debdi. Mashaalloh. Rostdan ham bu tush haqiqatga aylandi. Tasdig'ini topdi. O'sha payt otam meni shayxga olib borib, unga o'g'limni qori qilmoqchiman dedilar. Keyin esa shayxning qo'lida Qur'onni ketma-ket yodlay boshladim. Shunday qilib 7 yoki 8 yoshimda Qur'onni xatm qildim. Yaxshi shayximiz, men sizni Qur'on yodlab bo'lganingizdan so'ng qiroatlar ilmiga berilib ketganingiz, hozirda esa 10 ta qiroatni o'zlashtirib olganingiz haqida eshitdim. Shu to'g'rimi? Ha, bu to'g'ri. Tajvid qoidalarini o'rgandim. Tuhfatul atfol, Jazariya matnlarini yodladim. Shayx Hasanayn Jibrindan ijoza oldim. Bundan keyin Shotibiya matnini yodladim. Durra, Tayyiba matnlarini ham yodladim. Menda 10 ta kichik qiroatga sanad bor. Hozir katta 10 qiroatni olyapman. Mashaalloh, Alloh naqadar buyuk. Undan-da ilmingizni ziyoda qilishini tilayman. Eng afzal ilm Qur'on ilmidir. Bu to'g'ri. Alloh sizga baraka bersin, Shayx Hassan. Endi sizni imtihon qilamizda. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ما شاء الله Men Qur'onni qalbga jo aylab degan dasturimizda bunday yoshdagi yigitlar bilan uchrashishni juda ham orzu qilardim. Bilasiz, bola balog'at yoshiga yetib, yigit bo'lganda Qur'on yodlashdan susayib, boshqa maqsadlar bilan ovora bo'lib qoladi. Yoshlarimizdagi ahvol shunday. Biz sizdan tomosha qilib turgan yigitlarga Qur'on yodlashga chorlaydigan qisqagina nasihat qilishingizni xohlardik. Bizdan kim bo'lmasin, rais bo'lishni yoki vazir yoki shunga o'xshagan baland martabalarga yetishni havas qiladi. Ammo har qanday rais yoki boshliq o'g'li Qur'on hofizi bo'lishini umid qiladi. Qur'on hofizi qanday jamiyatga kirsa, doktor bo'lsin, muhandis yoki ustoz yoki rais yoki vazir, hammalari unga Qur'on hofizi bo'lgani uchun hurmat nazari bilan qarashi yetarli emasmi? Shubhasiz, dunyo va oxirat saodatiga erishishi kifoyadir. Oxiratda esa Alloh taoloning jannati bilan baxtli bo'ladi. Lekin Qur'onga amal qilishi sharti bilan, zero gohida Qur'on hofizini Qur'on la'natlashi mumkin. To'g'ri shayximiz, mashaalloh so'zingiz juda go'zal. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar buni biladilar. Qur'on hofizlarini Alloh tanlab olganligini ham yaxshi biladilar. Lekin menda Qur'onni yodlash uchun vaqt yo'q deydilar. Bu shaytondan, shayton qalblarimizga egalik qilib olgan. Dunyo bilan ovoramiz, oxiratni esa esdan chiqarganmiz. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منهاج دستور الحياة. Siz kalomullohga yaqin bo'lib yod olayotganingizda siz bilan Alloh taoloning o'rtasida bir bitim bo'lishi nihoyatda go'zaldir. Bu bitim nima ekan deb so'rasangiz, bu bitim har kuni Qur'on yodlash uchun alohida vaqt ajratishdir. Zero siz kalomullohni yod olarkansiz,
Qanday sharoitda bo'lsa ham bu vaqtni berib yubormang. 1 soatmi yoki yarim soatmi yoki 2 soatmi, buni o'zingiz belgilab olasiz. Shu vaqtni berib qo'ymasangiz bo'ldi. Men bu dasturda bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli so'zni aytdi. U o'zi o'qish va yozishni ham bilmaydigan savodsiz keksa yoshli kishi. Aytadiki, men bir kunda 4 juzni takror etaman va bu 4 juzni hech qo'ymayman. Mabodo biron kun 3,5 juzni o'qib uxlamoqchi bo'lsam, uyquni kechiktirib 4 juzga yetkazib qo'yaman. Menda vaqt bor. Men madrasaning qorovuliman. Madrasaga kelsam, bir mudarris kelardi. Unga 1,5 juzni o'qib berardim. Mudarris ishdan chiqqanda ham unga 1,5 juzni o'qib berardim. Uyga qaytganimda ayolimga yoki farzandlarimdan biriga Qur'on o'qib beraman. Yana aytadiki, bo'sh qolsam Qur'ondan oz-moz yodlayman-da, bir mudarrisni chaqiraman. Qur'on o'qiy, quloq solib turing deyman. Bir juzni 4 dan birini o'qib berardim. Eshitib turarmidi? Ha, oktyabrda bo'lgan urushda bo'lib qaytdim. Kelib madrasaga ishga kirdim. Men yodlayotgan vaqtda ishdan uzoq bo'lmaganim bois, madrasada ish vaqtida 2,5 bet yodlab biror mudarrisga o'qib o'tkazardim. Bu kundalik vazifam edi. Mashaalloh. Har kuni vazifam bor. Alhamdulillah, bir yilda Qur'onni yod oldim. Yodlagan kundan boshlab o'zim reja tuzib olganman. Har kuni 5 juzni takror qilaman. 5 juzni takror qilasizmi? Har kuni. Hozirgachami? Bomdod namozidan boshlab har kuni 5 juzni takror qilaman. Hozirgachami? Doimo. Bu qissadan hissa Alloh taoloning kalomi go'zal hamda Qur'on va Qur'onni yodlash ajoyibdir. Ajratilgan vaqtga haris bo'lishingiz kerak. Qanday sharoitda bo'lsa ham bu vaqtni qo'ldan boy bermasligingiz lozim. Mana shu siz bilan Allohning o'rtasidagi bitimdir. Ko'pchilik odamlar mendan ey Fahd, qanchada Qur'on yodlab bo'laman? 1 yilda Qur'on yodlay olamanmi? Yoki 2 yildami? Yoki 3 yildami? Yoki 5 yildami? deb so'raydilar. Men doimo ularga javob qilib aytamanki, har bir kishi Qur'onni yodlash uchun oldiga qo'ygan rejaga qarab yodlaydi. Bir odam Qur'onni 1 yilda yodlaydi. Yana bir odam o'zim Misrda ko'rishganman, Qur'onni 3 oyda yodlab bo'lgan. Yana bir odam uzoq yillarda. Gap muddatda emas, gap Qur'onni puxta yodlashingizdadir. Qur'onni puxta yodlashingiz Qur'on yodlash uchun asosiy qoidadir. Lekin men Qur'onni yodlashga azm qaror qilgan kishilar uchun munosib deb topgan uslub Qur'onni 3 yilda yodlashdir. Bu muddat juda ham yaxshi. Hamma buni amalga oshira oladi. Nima uchun? Chunki siz 3 yilda Qur'onni yod olishni istasangiz, har kuni bir betdan yodlashingiz kerak bo'ladi. Shu uslub bilan Qur'onni 3 yil ichida yodlab bo'lasiz. Men ixtiyor qilgan uslub mana shudir. Muddat muhim emas. Qur'onni 1 oyda, 2 oyda yod olib, keyin buni kuchli yodladim deb o'ylaysiz. 5 yilda ham yodlash mumkin. Yo'q, unday emas. Asosiy qoida, siz o'zingizga reja tuzib olasizda, rejaga binoan Qur'onni puxta yodlab, qadringizni oshirasiz. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء Payg'ambar alayhissalom Qur'onni sahobalardan eshitishni yaxshi ko'rardilar. Bir kuni Abdulloh ibn Mas'udga borib uning qiroatiga quloq soldilar-da, qiroatning go'zalligidan ko'zlaridan yosh oqdi. Abu Musa Ash'ariga Davud alayhissalom oilasiga berilgan go'zal ovozdan senga ham berilibdi degan ekanlar. Hozir men shayx odam bilan gaplashmoqchiman. Haqiqatda u kishining ovozi qalbimni tebratib yubordi. Juda ham xushovoz, go'zal va jarangdor ovozi bor. U bilan kalomullohni qanday yodlagani haqida gaplashmoqchimiz. Shayx odam, xush kelibsiz.
Allohning kitobini yod olishni qachon boshlagansiz va qachon tugatdingiz? 8 yoshimda qishlog'imizdagi madrasaga bobom bilan birga borar edim. Bobom madrasada mudarris edilar. U yerda Qur'on o'qishni o'rgandim. Boshlang'ich madrasani tugatganimdan so'ng bobom meni Qur'on yodlash uchun maxsus madrasaga yubordilar. U yerda Qur'onni xatm qildim. Qur'onni yodlab xatm qilganingizda necha yoshda bo'lgan edingiz? 14 yoshda. Ovozlari menga juda yoqdi. Bu kishidan Qur'on eshitmoqchiman. Fotiha surasini o'qib bersalar, lekin tartil bilan. Biz arab ko'rfazidagilar tartil bilan ajralib turamiz. Sizlardagidek tahqiq bilan o'qimaymiz. Qiroatingiz chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velezzallin. Albatta Allohning kitobini tilovat qilib, unga amal qiladigan, namozni to'ks ado etgan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq, ihson qilgan zotlar hargiz kasod bo'lmaydigan oldi sotdidan umidvordirlar. Qur'onni yodlayotgan birodar, Fotir surasidagi bu oyatni o'qiyotganingizda Allohning huzuridagi martabangizni his etishingiz lozim. Ular kasodsiz tijoratdan umidvordirlar. Albatta Alloh bilan tijorat qilishda ziyon bo'lishi mumkin emas. Tafsirda bu oyat faqatgina qorilarga xos degan so'zni o'qidim. Qanday yaxshi Payg'ambar alayhissalom kimiki Allohning kitobidan bir harfni o'qisa, bir hasana oladi, bitta hasana 10 barobar bo'ladi deganlarini avvalda ham zikr qilganmiz. Yaxshi, Qur'onni oddiy suratda o'qiydigan kishi, Qur'onni yodlamay o'qiydigan kishilar, namozlardan so'ng yoki Ramazonda Qur'on o'qiydigan, Qur'onga yaqin bo'lmaydigan kishilar Qur'on hofizi bilan teng emaslar. Qur'on hofizi Qur'on esidan chiqib ketmasin deb takror qiladi. Necha martalab Qur'onni o'qib chiqadi. Faraz qiling, Qur'on hofizining hasanot tarozisiga qancha hasanotlar qo'shilarkin, Bu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan haqiqiy tijoratdir. Bir surani bir marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta takrorlaydi. Umrining oxirigacha shu ahvol. Hofiz Qur'onni takror qilar ekan, hamisha hasanotlarning sanog'i ziyoda bo'laveradi. Shuning uchun ziyon ko'rmaydigan tijoratdan umidvordirlar deb Qur'onda aytildi. Alloh ularning ajrlarini shu qiyinchilik sababli to'la qilib beraman va o'zining fazlidan ziyoda qilib beraman deydi. Ey Qur'on hofizi, martabangiz juda ham ulug'dir. Hali ham kalomullohni yodlashni boshlamadingizmi? جدد حياة القلب بالقرآن